O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tashkil topganligining 34 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi o'tgan 34 yil mobaynida 7 ta parlament va mahalliy kengashlar, 7 marta prezidentlik saylovlarida ishtirok etdi. Bu jarayonlarda boy tajriba to'pladi. G'oyaviy jihatdan o'ziga xos maktab yaratdi. Saylovlardan keyingi faoliyatga nazar tashlaydigan bo'lsak, dasturlarda belgilangan 82 ta vazifadan 78 tasini amalga oshirishga erishildi. Bugun Xalq Demokratik partiyasining Namangan viloyatida 97 ming nafardan ortiq a'zosi bo'lib, ularning 50 ming nafardan ortig'ini xotin-qizlar, 38.891 nafarini yoshlar tashkil etadi. Partiya o'z elektorati, a'zolari va faollariga ega partiya sifatida jamiyatimizda munosib o'rin egallab kelmoqda. Uning asosiy g'oyasi mamlakatimizda demokratik tenglik va xalq demokratiyasi mezonlariga mos keladigan davlat va jamiyat barpo etish bo'lib, kuchli ijtimoiy himoya, barcha sohada ijtimoiy tenglik tamoyillarini rivojlantirish, xalq demokratiyasi mezonlarini o'zida ifoda etgan ko'plab masalalar o'z ifodasini topganligini tadbirda so'zga chiqqanlar faxr bilan ta'kidlashdi. Partiya viloyat kengashi faxriylari, shahar va tuman partiya kengashi mas'ul xodimlari, faol yoshlar ishtirok etgan tadbirda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi iftixori ko'krak nishoni sohiblariga tantanali ravishda topshirildi. Shu partiyaga a'zoligimga 40 yil bo'ldi, lekin shu partiyani umumiy jamiyat ishida, siyosiy jarayonda qatnashganimga 15 yil bo'ldi. Bizning partiyaning asosiy dasturi ijtimoiy himoya edi. Saylovoldi dasturini 70% ga ijro etdi desak ham bo'laveradi. Fursatdan foydalanib partiya a'zolarini partiyaning tashkil topganligi munosabati bilan tabriklayman. Shu jarayonda shu o'zimiz oldimizga belgilab olingan dasturlarimizni ijro etishlariga to'la ishonch bildiraman. Rahmat. Tadbirda partiya dasturiy maqsadlarining mazmun mohiyatini keng targ'ib etish, g'oyalarini keng yoyish, ommalashtirish va hayotga tatbiq etishdagi ishtiroki hamda tashabbuskorligi uchun bir guruh shahar va tuman partiya kengashlari raislari ham taqdirlandi. Faollar, faxriylar mamlakatimizdagi islohotlar jarayonida partiyaning faol qatlamiga aylanganini e'tirof etdilar. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining 34 yilligi keng nishonlanmoqda. Bugungi kunda amalga oshirilgan barcha islohotlar, barcha ishlar avvalo inson qadri uchun xizmat qilayotganligi mobaynida bu O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining ham o'rni ham tobora ortib boryapti. Jumladan yoshlar safi kun ora ortib boryapti. Birgina bir misol aytadigan bo'lsak, 2020-yilgacha yoshlar qamrovi 20-30% bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunga kelib 70-80% partiya safida xizmat qilishyapti. Men ham mana shu O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasida qariyb 10 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, bu mening uchun hamda ish faoliyatim uchun ham juda ham samarali hamda dastur amal bo'lib xizmat qilyapti. Ushbu yig'ilishdagi ishtirok etayotgan ustozlarni aytayotgan fikrlari, ma'lumotlari biz yoshlar uchun juda ham katta motivatsiya berishi tabiiy. Partiyaning o'tgan galgi saylovoldi dasturida har bir inson uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash sharoitini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash orqali kafolatli daromad manbalari bilan ta'minlash kabi 15 ta yo'nalishdan iborat ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib, bugun ularning ro'yobga chiqayotgani uning jamiyatimizda qanchalik o'rin egallab, islohotlarning oldingi safida borayotganiga yaqqol dalildir.